Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli fuqarolar. Bugun mana 4-iyun bugun navbatdagi uchrashuvlarimizni o'tkazamiz. Bugun uchrashuv o'tkazayotganimiz 4 kishi, 4 ta fuqaro bilan hozir o'zimizning mijozlarimiz bilan olib boramiz. Siz nima masala bo'yicha kelgansiz? Endi shu mening mahalla loyihasi bo'yicha 30 million kredit olmoqchi edim. Kafillik shartnomasi asosida. Shu tadbirkorligimni rivojlantirish uchun. Hujjatlaringiz ko'rib berdingmi bolalar? Ha, ko'rib berdim. Ko'rib berdingmi? Bo'ldi, o'zimiz hozir ish tugagandan keyin xodimlarga topshirib beramiz. Ishingizni tezlashtirib ko'rib beradi. Nima savollaringiz bor? Savollarim yo'q. Hal bo'lyapti. Rahmat o'tiring. Ha. Bu bizning doimiy mijozimiz Ulug'bek ismlari, tadbirkorimiz. Ulug'bek, siz nima maqsadda kredit olyapsiz hozir bizdan? Mikroqaz Express loyihasi bo'yicha garov qo'yib 100 million so'm kredit olyapmiz. Baliqchilikni rivojlantirish uchun. Garovlarni qo'yib hozir berdik, hujjatlar tashlab bo'ldi, bo'lmasa tez fursatda xizmatlaringizni, hujjatlaringizni ko'rib beramiz, xodimlarga topshirib beramiz. Hujjatlaringizni ko'rib berib, bir kun ikkinchida jon qilib beramiz, bizdan chiqarib beramiz. Rahmat. Boshqa nima savolingiz bor? Savol yo'q. Rahmat. Aka, siz nima masala bo'yicha kelgansiz? Men shu mahalla tarafidan, hokimiyat tarafidan oilaviy tadbirkor yo'nalish bo'yicha 10 million kredit olmoqchiman. Hozir tavsiyanoma tashladimi hokimiyatdan? Tashlab. Bo'ldi, tavsiyanoma tashlagan bo'lsa, sizdagi bularga sal boshqacharoq kredit bo'ladi. Kredit turimiz oilaviy tadbirkorlik hokimiyat tomonidan tavsiyanoma berilgandan keyin beriladi. Bo'ldi, xodimlarga topshirib beramiz, ham ijobiy hal qilib beramiz. Sizdagi opa nima masala bo'yicha kelgansizlar? Chorvachilik bo'yicha 28 million. Molxonalaringiz bormi? Mol boqish sharoiti bormi? Bo'ldi, mol boqish sharoitingiz bo'lsa, bo'ldi, nima qilamiz? Kredit turlarimizni chiqarib beramiz, xodimlarga aytamiz. Bundan tashqari ham bizning boshqa rahmat o'tiring. Bundan tashqari ham biz boshqa kreditlarimiz bor. Xodimlarimizga uchratsalar, sizlarga aytib beradi qanaqa kredit. Bundan ham yaxshiroq kredit turlarimiz bor. Katta yuridik firmalarga beriladigan, yatqinlarga beriladigan kreditlarimiz ham bor. Shular bilan tavsiya qilamiz. Agar nima qilsa o'rganib ko'ringlar kreditlarimizni. Kengaytirishni, bundan ham kengroq qilishda tadbirkorlaringizda. Xo'sh, yana nima savollaringiz bor bizga? Mayli, savollaringiz bo'lmasa, bugun uchrashuvimizni yakunlaymiz. Bo'ldi, xudo xolasa bugun erta kreditlaringizni ijobiy hal qilib beramiz. Rahmat sizlarga. Bo'ldi.